qaysi qabriston qaysi manzilda bo'lganini aytmaymiz. Biz huzurimizga oldingi jumada bir kishi keldida bir narsani ming hijolat bilan ko'rinishlardan ham o'zi masalalar yaxshi emas ekan, bir qabristonda go'rkov bo'lib ishlar ekanlar. Birodarlar, biz aytayotgan narsa shu zamonda, shu kunlarda bo'lib turgan holat. Qabristonda go'rkov bo'lib ishlar ekanlar. Qorika bir ayolning qabri ochildi. Farzandi vafot etdi. Shu farzandini shu qabrga qo'ymoqchi bo'lishdi. Menga kelib shu qabrni ochib bering. Onamlarni, mana shu onalarni qabriga qo'yaman deb aytdilar. Xo'p dedimda, qabrni ko'lab ochib qarasamki, tandirni qabrning ichi xuddi tandirga olov yoqilganda qanday kul bo'lib ketadi qorayib. Xuddi shunday bo'lib turibdi. Qabrga tushib, ko'lab bo'lib, shuni taxtini issiqligini bilib turdim badanimda dedilar. Hozir shu kunda bo'lib turgan holat. Tandirni yoqsangiz, ichi kuyib, qorayib, tushib kul, qabri ichi kul deydi. Shundan tutsam oyog'im kulga tushdi deyapti.